Jangchilar, bir fikrlang. Bugun uyg'ondim. Yotgan joyimda jonimni olmadi Alloh. Farzandlarim ham, ota-onam ham sog'-salomat. Agar jonimni olganda edi, shuncha qilgan ishlarim, shuncha erishgan natijalarim kimlarning qo'liga qolib ketardi yoki mensiz amalga oshirilardi. Qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Harakat qilamiz, qalbni tozalaymiz. Qo'limizdan kelguncha yaxshilik qilamiz. Undan keyin Allohning izmiga qo'yamiz hammasini. O'sha uchun bugungi kuningizni behuda sarflamang. Uyqu bilan o'tkazmang, telefon kovlash bilan o'tkazmang yoki bo'lar bo'lmas narsaga vaqtingizni sarflamang. Farzandlarga, ilmga ko'proq e'tibor bering. Mana o'shanda har bir qilingan samarali mehnatingizni samarasini ko'rib ketaverasiz. Bugun agar siz vaqtingizga achinmasangiz, ertaga o'zingizni hayotingizga ham achinmaysiz. Vaqtingizni har bir sekundiga achining. Shuni o'qishim kerak edi yoki bolamga mana buni o'rgatishim kerak edi deb doim o'zingizni taftish qilib turing.